Savol. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bir birodar mendan so'rab qoldilar. Yangi yilni kutaman, aroq qo'yilmaydi, lekin bolalar uchun archa yasatiladi. Bunday holda yangi yilni nishonlash qanday? Gunohmi yoki yo'qmi deb savol berdilar. Iltimos, shu savolga javob bersangiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning bergan javoblari. Bizning dinimizda bu ish yo'q. Ikkinchi savol. Assalomu alaykum hazrat. Yangi yilni nishonlamaslik haqida ko'p eshityapmiz, lekin bunga hujjat topa olmayapmiz. Iltimos, yordam bering. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning javoblari. Uni nishonlashga qanday hujjatingiz bor? Uchinchi savol. Hazrat, biz yangi yil bayramini nishonlar ekanmiz, bizning dilimizdan hech qanday o'zga dinlarning xudosini qutlash degan tuyg'u bo'lmaydi. Biz faqatgina yangi yil boshlanishi deb bayram qilamiz. Chunki bu milodiy sana bilan davlat ishlari, kundalik rejalarimiz yuritilinadi. Menimcha ko'pchilik taqvodorlar ham falonchi hijriy yilning falonchi sanasida doktor qabuliga yozildim deb kundalik rejalarini tuzishmasa kerak. Yangi yilni bayram qilish gunoh bo'lsa, milodiy kalendarni qabul qilish ham gunoh bo'ladimi? Bu savolni siz bilan tortishish maqsadida bermayapman. Faqat aniqlik kiritmoqchiman. Rahmat. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning javoblari. Hamma payt niyatga bog'liq bo'ladi. Ammo islomiy niyatni qilib, kofirning amalni qilib bo'lmaydi. Niyatni ham, amalni ham shariatga mos qilish kerak bo'ladi.